Assalomu alaykum hammaga. Bugun mashinada gaz bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Mashinaga o'rnatilgan gaz bo'yicha. Ya'ni mashinada gaz qo'yilgan, mashinani zavod qilganingizdan keyin gaz bossangiz, keyin emulyator buni gazga o'tkazib beradi. Lekin bu yerda mana ligirovkasi bo'ladi. Ligirovkasini eng minimumga burab qo'ygan taqdiringizda ham ba'zi mashinalar bo'ladi, gaz bosmasangiz o'tmaydi. O'sha muammoni qanaqa hal qilishni hozir ko'rsatib o'taman. Va mashina zavod qilgan paytingiz gaz bosmasingizdan turib gazga o'tib ketadi, lekin gazga o'tishi bilan o'chib qoladi va o'sha muammoni ham hozir bitta relay qo'yib hal qilamiz. Birinchisi, ya'ni gazga o'tganda gazni bosmasimizdan turib, mashina zavod qilganda gaz bosmasimizdan turib qanaqa gazga osonroq o'tib ketishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu yerdan demak, bu yerda bobinalarni shtekerini chiqarib olganmiz bu yerga. Mana bu shtekerni ushlaganimizda chap tomondan ikkinchi simimiz bu impuls simi hisoblanadi va 4-silindrda ham mana impuls simini ochib olganmiz. Bunga ikkita diod qo'yamiz. Bizdagi impulslar plus impuls chiqqanligi uchun, demak, dioddan impuls o'tadigan qilib diodni joylashtiramiz. Ya'ni oq tarafini shteker tomonga emas, qora tarafini shteker tomonga qilib qo'yamiz. Mana bu ko'rinishda ko'rinyapti, oq tomonga. Birinchisi bunisiga ham qo'yib olamiz. Simni orasidan o'tkazib olsangiz, hech qayerga siljib ketmaydi diod. Ikkinchi tomonga ham simlab olamiz. Ozgina ortiqchasi bilan simni olgan yaxshi baribir. Endi mana bu simimizda mana momentda gazda impuls simi bor. O'sha simga olib borib ulab qo'yamiz. Buni ikkita diod qo'yishdan maqsad silindrlarga impuls kelgan vaqtida miya tezroq impuls qabul qilish uchun ikkita silindrdan oladi. Ya'ni ham 4 dan ham birinchi silindrdan olganligi uchun tezroq gazga o'tkazib beradi. Oldingi safar birda turgandi faqat. Ya'ni gaz bosmasak gazga o'tmasdi u. Eng minimumga qo'yib qo'ygan taqdirda ham nimaga gazga o'tib ketmasdi. Endi xudo xolasa ikkalasiga qo'ydik mana. Gaz bosmasangiz ham o'tib ketadi. Xuddi shu tartibda qo'yib olamiz. Mana mashinani zavod qilib ko'ramiz endi. Zavod qilganimizdan mana o'zi gazga o'tishga harakat qilyapti. Ya'ni оборот ozgina pasayishi bilan gazga o'tadi hozir. Mana gazga o'tganda motor qiynalyapti yoki ba'zi holatlarda o'chib qoladi. Ya'ni ertalab birinchi pultdan zavod qilgan paytingizda bu narsa o'chib qoladi. Endi o'sha o'chib qolmasligi uchun bitta relay bilan 2200 mikrofaradlik 25 voltlik kondensator va mikro relay bilan qo'yiladi. Bunda qanaqa qo'yiladi? Hozir bitta ko'rib chiqamiz. Mana kondensatorda oq tomoni minus oyoqchasi va bu tomoni plus oyoqchasi bo'ladi. Bu ikkalasini relayning ikkita admotka oyog'iga ulab olamizda, o'sha oyoqchalardan mana sim chiqarib olamiz. Ya'ni mana minusi, plusi. Bu narsani mana oq tomonini minusga ulashingiz shart. Ya'ni buni adashib plusga ulab qo'yib, bunisi minusga ulaydigan bo'lsangiz, kondensator portlab ketadi. Ya'ni mana plus minusi va bitta 30 oyog'idan, bitta 87 oyoqchasidan simni chiqarganmiz. Buni emulyatorga olib kelib ulaymiz. Qani olib kelamiz. Tak, bitta minus oyatverka beringlar. Bu yoqda birinchi ulanadigan simimiz mana bu doimiy plusni chiqarib olamizda. Ya'ni benzin asosida keladigan plus bu. Ya'ni bu yoqda doimiy bo'ladi o'zi. Mashina zavod bo'lishi bilan keladi. O'shani 30 oyoqchaga berib olamiz. ikkalasini birlashtirib
birlashtirib, yana qotirib qo'yaverasiz joyiga. Qotdi. Endi qarang. Bu yoqda mana bu benzinniki. Ya'ni mana bu seriya bilan oq yoki mana bu oq qismimiz chiqarib olinadi-da. Chiqib ketmaydi. Endi mana uzilgan benzin asosida ikkita oq qismini relini ikkinchi mana 87 oyoqchasiga ulab olamiz. Mana 30 oyoqchani plyusga ulab oldik, qizilga. 87 oyoqchani benzin asosiga ketish tomoni mana. Emulyatordan chiqib ketgan tomoniga ulaymiz. 87 ni. Bu joyiga qaytarilmaydi. Joyiga qaytarib qo'yilmaydi. Yo'q, mana shu yerda ochiq qoladi. Endi uni joyiga mana bu kondensatorda plyus oyog'idan chiqqani bor-ku, atmotkani plyus tomoni. O'sha ulanadi uni joyiga. Qotiramiz. Va minusimiz bor bizda mana jigarrang. Jigarrangni ham ochamiz-da. Uni yoniga mana qorani, minusda kondensatorda minus oyog'ini qistirib qo'yamiz. Qistirib mana relay qo'yildi. Tashlatib ko'ramiz. Mana mashina o'chib qolmaydi. Tekis zavat bo'lib turadi. Ya'ni buni qo'yishdan maqsad mashina benzinni o'chirib gazga o'tkazgan vaqti bu relayimiz benzinni 1,5 sekundcha ushlab turadi. Ya'ni endi kondensator kattarog'idan qo'ysangiz 2 sekund, undan ham kattarog'idan qo'ysangiz 3 sekunddan ushlab turaveradi. Ya'ni gazga o'tgan vaqtida gaz kollektordan, o'sha garelkasidan kollektorga, silindrga kirib olgunicha, ya'ni dvigatel benzin bilan ta'minlanib turadi. Shu narsani ta'minlab beradi. Shunda o'chib qolmaydi motorimiz. Kimda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga jo'natib qo'yasizlar yoki opsiyalaring bemalol mana shu yerda qilib beramiz.